Hammaga assalomu alaykum. Yunusobod 15-kvartalda joylashgan yangi Novostroyga kelganmiz, syomkaga. Ko'rishingiz mumkin. Mana prixожая части. Bu yerda o'zining garderobniy xonasi. Tak, bu yerda детский xonachasi ekan. Tak, to'g'rida bo'lsa, oshxonamizda joylashgan. Ko'rishingiz mumkin. Hamma jihozlari, hamma mebellari qoladi. Uyimizda 92 kvadrat metr. Tak, bu yog'i bo'lsa zal ekan. Ko'rishingiz mumkin, hamma stullar, mebellari, televizorlari bilan jihozlangan. Eslatib o'taman, uyimizga ta'mirdan o'ziga $70 ming ishlatilgan ekan. Bu yoq bo'lsa spalniy bo'ladi. Lustralari, mebellari. Bu yoqda o'zining stroyni sanuzeli ham bor. Yashash uchun hamma qulayliklar qilingan ekan. Просто kelasizlar, chamadoningizda kiyimlarni olib kelasizlar. Yashaysizlar. Bu yerda bo'lsa umumiy sanuzel. Hamma qulayliklar qilingan. Buydagi hamma texnikalarimiz bo'sh.